Qarindoshlar, aytsam ishonmaysiz, pomidordan shunaqangi mazali non tayyorladim. Uni hidi, mazasi shunaqangi mazali chiqibdi. Keling, buni qanday qilib tayyorlashni sizga ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga 2 dona qip-qizil pomidor kerak bo'ladi. Albatta, pomidorni shunaqa chin bozor do'konimizdan olgan cho'rka va prozrachniy idishda suyuqqina ko'rinishga keltirib olamiz. Bay, sizlar ham menga o'xshab pomidor yaxshi ko'rasizlarmi? Endi bizga kerak bo'ladigan narsa bitta shunaqangi non pishirgich. Non pishirgichga 4 stakan un solamiz. Unning ustidan esa hozirgina cho'rkadan o'tkazilgan pomidorni solamiz. Droja va tuzni solgandan keyin bitta dona start knopkasini bosamiz va qarabsizki, non pishirgichni o'zi hamma ishni siz uchun qilib beradi. Ya'ni siz uyda bolalaringizga qarash bilan band bo'lsangiz, non pishirgich siz uchun xamiringizni o'zi qorib beradi, o'zi oshiradi va o'zi pishirib beradi. Faqat birozgina ko'proq muddat ketadi. Aynan mana shu pomidorlik non pishishiga kamida 3,5 soat vaqt kerak bo'ldi qarindoshlar. Chiroyli bo'lib pishganini qarasanglar qarindoshlar, biram chiroyli-ya. Qolipni non pishirgichdan olamiz va ustidan yaxshilab silkiganimizdan so'ng bizni mana shunaqangi chiroyli issiqqina pomidorli nonimiz tushib keladi deya qarindoshim. Aynan mana shu pomidorli nonimizni chin bozor do'konimizdan olingan maxsus non kesadigan pichoqda kesib oldim. Voy, buni hidini bay. Aytib o'tganimdek, mazasi ham shunaqangi mazali chiqibdi. Albatta buni uyda siz sinab ko'rmasangiz bo'lmaydi qarindoshim. Qarindosh, sizga savol. Keyingi safar aynan mana shu non pishirgichda sabzidan, olmadan yoki kividan non pishirib ko'rsatib berishimni xohlaysizmi? Unda aynan o'sha mahsulotning nomini kommentariyada yozib keting qarindoshim.